Matbuot xizmati yoki PR faoliyat bilan shug'ullanmoqchimisiz? Unda qiyinchiliklar, muammolar hamda noqulay vaziyatlarga oldindan tayyor turing. Ijtimoiy tarmoqlarda auditoriya bilan doimiy muloqotlarni olib borish qiyinligi. Ko'pchilik PR vakillari hamda matbuot xodimlari ijtimoiy tarmoqlarda auditoriya bilan to'g'ridan-to'g'ri ochiq muloqotlar qilishda ikkilanishadi. Chunki bunday yozishmalar kompaniya yoki tashkilot faoliyatida obro'siga yoki putur yetkazishi yoki ijobiy rol o'ynashi mumkin. Siz esa ikkilanmay tashkilotingiz vakillari bilan kelishib olgan holda savollarga javob bering hamda ochiq va samimiy javob qaytarishga harakat qiling. Shuningdek, turli interaktiv formatlar, so'rovnomalar, viktorinalar hamda jonli efirlardan foydalaning. Jamoat vakillari bilan doimiy aloqalarni yanada mustahkamlanishiga yordam beradi. Byudjet yetishmovchiligi. Ko'pchilik tashkilotlar hamda kompaniyalarda aynan PR sohasida mablag'lar cheklangan bo'ladi yoki aynan tashkilot rahbarlari, mutaxassislari bu uchun alohida mablag' ajratishni istashmaydi. Bunday vaziyatlarda nima qilish mumkin? Siz bunday holatda organik PR vositalaridan foydalaning. Ya'ni mahalliy media bilan hamkorlik, shuningdek interaktiv turli xil formatlar, influenserlar bilan hamkorlik qilish kabi yondashuvlarni qo'llang. Samarali yo'nalishlarga urg'u bering hamda ularni tahlil qiling. Ma'lum bir strategiyaga asoslangan asosiy muhim ma'lumotlarni beraversangiz, auditoriyaning sizning faoliyatingizga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi. Bu esa albatta bepul PR degani. Unutmang, har qanday PR faoliyatda bir so'msiz ham tashkilot yoki kompaniya faoliyatini samarali tanitish mumkin.